Qorin sohasida besabab og'riqlar bo'ladimi? Qorningiz tez-tez shishadimi? Ich ketishi bilan qabziyat almashinib keladimi? Tekshiruvlar natijasi yaxshi, lekin bezovtalik ketmayaptimi? Bu holat yog'on ichak ta'sirlanish sindromi bo'lishi mumkin. Yog'on ichak ta'sirlanish sindromi bu ichak va asab tizimi o'rtasidagi muvozanatning buzilishi bo'lib, stress, noto'g'ri ovqatlanish va ichak mikroflorasining buzilishi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan muammodir. Ko'p uchraydigan belgilari qorin dam bo'lishi va og'riqlar, ich ketishi yoki qabziyatning navbatma-navbat kelishi, ich bo'shangandan keyingi yengillik hissiga, ovqatlangandan keyingi bezovtalik, doimiy charchoq va asabiylik. Eng xavflisi, ko'pchilik bemorlar yillar davomida bu asabdan yoki o'zi o'tib ketadi deb yurishadi, ammo davolanmaslik hayot sifatini jiddiy pasaytiradi. Yog'on ichak ta'sirlanish sindromi bu nazorat qilinadigan va davolanadigan holatdir. Bugungi kunda aniq tashxis, individual ovqatlanish rejasi, ichak mikroflorasini tiklash, stress va asab tizimini muvozanatlashtirish orqali bemorlar normal hayotga qaytadi. Agar siz ham qorin bilan bog'liq bo'lgan doimiy muammolardan charchagan bo'lsangiz, kutmang, o'z vaqtida shifokorga murojaat qiling.